Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 19 aprel 2025-yil Avtoshopdan navbatda savdomiz do'stlar. 15 ming TL'ni istoriya qilgan Cobalt mashinamiz bo'ldi. 2025-yil birinchi nomerlari olinib turibdi. Salondan kelgani bilan o'zimizning Vezobarlikdan Ulug'bek akamiz kelgan ekan. Xudo xolasa savdomiz o'xshadi, barakat. Ulug'bek, tabriklar jo'ra. Hali davlatning mashinasi bo'lsa, kizillarsin jo'ra. Ha, tashaqning ketlari. Mashinani qaladingmi? Baholar normalmi? Ko'ndagidami? Patmış desteklardan olsa. Zor maşin. Keliş birdi, 160 milyon sonunda. Zor ekan. Deganda jo'ra bundan olarakdan topshirib. Yerlasi Avtoshop gurlarida xizmatdan sochaqning bahasi 160 million so'm. Naq pul bo'ldi, shitir pul bo'ldi. Birinchi nomerlarning ichida bo'ldi, ana bozor boshiga ketdi. Qaraversa Ulug'bek tanag'anlar bugun ziyofat deydi mana sochchaga. İşte. İşlerimiz olaydı. Allah'ım korkuyorum.